Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, yaxshimisizlar? Sog' salomat yuribsizlar. Boshlagan kuningiz hammalaringizga xayrli bo'lishini tilab qolaman. Barchaga kun qut baraka, omad olib kelishini tilab qolaman. Bugun men sizlarga jasmin gulimni ochilganini ko'rsatmoqchiman. Bu ochilganiga ham 3 kun bo'ldi. Aytganimdek uyda ustalar ishlayapti. Umuman vaqtim bo'lmaydi. Vaqtim bo'lganda hozir ertalabdan video rolik olyapman. Manaki ochilganiga 3 kun bo'ldi. Hidi shunchalar shirin, shunchalar yoqimli. Buni nima deydi? Ta'riflab berish juda qiyin hidini. Shunchalar shirin. Mana bu yoqda ham bitta g'unchasi bor. Mana bu yoqdagisi ham ertandan ochilib qoladi. Mana bu yoqlarda ham g'unchasi bor. Mana bu tomonlarda ham mana ikkitalab g'uncha chiqargan, hamma shoxidan g'uch-g'uchlab g'uncha chiqaryapti. Buni ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Mana buni tagi barik, usti gul bo'lgan. Hidi shunchalar priyatniy, juda ham shirin, odamga yoqadigan hidi. Agar sal ko'proq hidlab qo'ysangiz, nima deydi, salgina bosh og'rig'i ham boshda ham salgina og'ritar ekan. Lekin hidi juda yoqimli va juda shirin. Endi qolgan gullarimni ham mana ertalabdan suvlab oldim. Go'zallarim ochilib yotibdi. Mana hammasini birdan ko'rsatay. Narixda usta ishlayapti. Eshik qo'ygan edi, akva eshik qo'ydirayotgan edik. Mana bular sal gullari eskirib boshladi o'zi. Mana 5 ta ochilgan. Eskirib boshlaganda rangini ham kamayib qolar ekan. Mana o'rtadagisi yangi ochilyapti. Mana bu endi ochiladi, tuvakdagisi. Bular mana 4 tadan ochilgan, lekin tagida hali yana g'unchasi bor. Mana bu ochilibdi. Mana bu og'irlik qilganmi, bo'yi juda uzunlik qilganmi, sinib tushibdi o'zi. Mana o'ta go'zal, juda ham go'zal desam. Mana meni go'zallarim mana shunday chiroyli holatda ochilib turibdi. Go'zallarning ichida yana jasmin guli ham qo'shildi mana. Juda ham chiroyli holati, zo'r holatda. O'tgan safargi ko'rsatganimda mana shu gulim suvsab juda ham shalpayib turgan edi. Hozir mana peshni bo'lgan holatini sizlarga ko'rsatmoqchiman. Holati juda ham zo'r. Mana hamma joy g'ich-g'ich gul. Katta tuvak to'lib, oshib, mana bu yoqqa qarab chiqib ham ketyapti kattaligidan. Hozir bundayga ko'rsatmasam, bundayga sig'mas ekan. Mana kattaligi, holatini qarang qanday chiroyli. Katta, juda ham zo'r holati, zo'r holatda 35 mingga olgan keslisa, ya'ni xalq tilida kapalak guli mana shu bo'ladi. Gullari ham juda chiroyli. Ochilishini qarang qanday chiroyli. Hamma narsaning o'ziga yarasha go'zalligi bor degandek, buni bargi ham chiroyli. Ochilishi ham salgina chiroyli bo'lar, holati zo'r. Ko'z tegmasin. Endi buni nasib bo'lsa inshaalloh 2 ta tuvakka bo'lib olmoqchiman. 3-4 ga bo'lsa ham bo'ladi deyishdi, lekin men buni endi 2 ta tuvakka bo'lib olaman. O'zi peshni narsani yaxshi ko'raman, shuning uchun 2 ga bo'lib olsam, mana shunday osma tuvak olsam, 2 ta joyga bemalol ekib o'rnatib olsam bo'ladi. Ilib qo'ygani. Bugungi qisqacha video rolik olish niyatidaman. Chunki sababi hozir ustalarimiz kelib boshlaydi. Sizlarga mana shu jasmin gulimni ochilganini ko'rsatmoqchi edim. Birato'la bu gullarimni ham birdan ko'rsatdim. Bu gullarimni yarim gullarim narixda. Video rolik qilganman. Ular faqat katta oq, uzun oq tuvaklarda. Bular malla tuvakda. Bu yoqqa joylashtirganman, yarmini nariyoqqa joylashtirganman. Ularni ham bir kun bafurja video rolik qilib ko'rsataman. Mana bugungi tayyorlagan video roligim shundan iborat edi. Videom yoqqan bo'lsa like bosing, obuna bo'lishni unutmang. Xayr, sog' salomat bo'lingizlar.